Gap qaytarganingni aytib beraman. O'sha o'g'lingiz ham sizni yomon ko'radilar, zo'rg'a chidab yuribdilar sizga. Nima? Nima deding? Hay. Ovsin. O'zingizni bosing, nima qilyapsizlar? Voy. Bir kun janjal bo'lgan uydan 1000 kun baraka ketadi, jiming. Bularga umuman farqi yo'q. Faqat boshqalarni tinchini buzishni yaxshi ko'radilar. Hay kelin. Ha, bular yomon bo'lsa siz yaxshisiz-ku. Meni shu ahvolga bular keltirdilar. Men qancha aytaman, ha qo'y mayli jim o'tib ketar, qo'y o'tib ketar deb boshimga chiqib oldilar oxiri. O'chira ovozingni. Ko'ryapsizmi? Gap qaytarishini? Bunaqa hunarlaringizni borib qizingizga qilib ko'ring, agar o'shalar ham chidasalar sizga. Yo, menda nima ayb o'zingiz ayting. Kelin bo'lib tushganimdan beri xo'p deb sabr qilaman. Mukofoti nima bo'ldi? Voy. Menga cho'ri dema muomala qiladilar. Meni ham sizga o'xshagan ota-onam bor. Ular meni sizdagilarning qo'lida xor bo'lsin deb katta qilishmagan. Mayli. O'zingizni bosing. Siz ham bir kun qaynona bo'lasiz. Boshqa gap bilan yo'qmi qo'rqitishga? Ana, ko'rdingizmi betga choparligini? Sizlar bir vaqtlar ideal kelin bo'lganinglarga o'xshab, bir kun men ham shunaqa qaynona bo'laman. Lekin o'sha vaqt qaynonam menga kun bermagan deb kelinlarimni qiynamayman. Ko'ramiz hali. Ko'rasiz. Qanaqa qaynona bo'larkinsan? Yashasangiz ko'rasiz-da. Nima deding? Chunki siz bu fe'lingiz bilan uzoqqa bormaysiz. Kasofat. Qarab tur, hali sen uydan haydatmasanmi? Kim uydan haydaydi? Voy. Bu uy men bilan bolalarimning uyi. Voy, ko'ryapsizmi? Nima? Bu uyga bitta o'zing keldingmi? Bir o'zing chiqib ketasan. Nevaralarim mana shu uyda qoladi. Bekorlarni aytibsiz, xo'pmi? Men bir o'zim kelganim yo'q. Sizni o'g'lingiz bilan keldimmi, o'g'lingiz bilan ketaman. Bechora shuncha alami bor ekan ichida.